Bu oy Halloween oyi. Ko'chalarda qorong'ulik, shamlar va g'alati shovqinlar. Ana shunday paytda eng yaxshi dahshatli filmlarni ko'rish ayni o'sha kayfiyatni beradi. Mana sizga bu yilgi eng qo'rqinchli 5 ta film tavsiya qilaman. Ularni nafaqat qo'rqitadi, balki oxirgacha sizni ekran oldida ushlab turadi. Одно целое. Oila yangi uyga ko'chib keladi, ammo ularning orzudagi uy ilgari dahshatli voqealarga sodir bo'lgan joy bo'lib chiqadi. Uy asta-sekin ularning aqlini egallay boshlaydi. Film real hayotdagi eski uy haqida yozilgan afsonadan ilhomlangan. Atmosfera bosimi va ruhiy jihatdan bu film sizni jim o'tirishga majbur qiladi. Greshniki qishloqda yashiringan diniy sektaning sirlarini yoshlar tasodifan topib oladi. Ular bu joydan chiqishga urinadi, lekin bu sektadan qochish oson emas. Film Tomatoes'da 97% reyting oldi. 2025-yilning eng ko'p maqtalgan horror filmidan biri bo'ldi. Kuchli intriga, dahshatli atmosfera va kutilmagan yakun. Verniyo iz mертвых. Ayol sirli ravishda yo'qolib qoladi. Oylar o'tib qaytadi, lekin endi u o'sha ayol emas. Uy ichida qorong'u kuchlar asta-sekin uyg'onadi. Filmning asosiy rolini taniqli aktrisa o'ynagan va ko'plab mukofotlarga nomzod bo'lgan. Psixologik bosim, jinlar mavzusi va keskin dramatik sahnalar tomoshabinlarni o'ziga tortadi. Arudiya ilgari yopilgan laboratoriya qayta ochiladi va u yerdagi maxfiy tajribalar kutilmaganda hayotga qaytadi. Qahramonlar bu joyda tirik qolish uchun kurashadilar. Filmning ayrim sahnalari haqiqiy eski zavod binolarida suratga olingan. Triller, qonli horror, adrenalin oshiradigan film. Gadkaya sestra klassik ertak qorong'u shaklda kiradi. O'gay opa endi nafaqat yomon, u chinakam jin shaklda qaytadi. Film o'zining qorong'u ertak uslubi bilan tomoshabinlarni yuqori darajaga chiqaradi. Fantaziya va qo'rqinch birlashgan noyob film. Halloween kechasi uchun ideal tanlov. Biz tavsiya qilgan 5 ta horror film Halloween kayfiyatingizni allaqachon boshlab berdi. Endi sizlar uchun 2025-yil hali chiqishi kutilayotgan eng zo'r 5 ta horror film taqdim etamiz. Bu filmlar treyleri bosqichidayoq katta shov-shuvga sabab bo'lgan filmlar. Frankenstein chiqish sanasi 17-oktyabr 2025-yil. Klassik hikoyaning zamonaviy talqini, odam tomonidan yaratilgan maxluq o'z taqdirini o'zi belgilaydi. Kuchli atmosfera va klassik horror ruhini zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirilgan film. Chorniy telefon 2 chiqish sanasi 17-oktyabr 2025-yil. Qora telefon yana jiringlaydi va bu safar o'yin yanada ham xavfliroq bo'ladi. Birinchi film $160 million daromad qilgan edi. Kuchli psixologik bosim va kutilmagan burilishlar filmi. Parochniy krug chiqish sanasi 17-oktyabr 2025-yil. Dakota Fanning bosh rolida sirli kuchlar unga tobora yaqinlashadi. Treylerisiz ham trendga chiqqan kam sonli horror filmlardan biri. Psixologik triller va klassik horrorning kuchli kombinatsiyasi. Добро пожаловать Derry chiqish sanasi 2025-yil 22-oktyabrda. Pennywise yovuzligi qanday boshlanganini ko'ramiz. Ona dunyosiga kengaymoqda. Bu serial shaklda chiqariladi. Katta platformalarda shov-shuv bo'lmoqda. Ona muxlislari uchun dahshatli boshlanishi bo'lishi mumkin. Опасные связи chiqish sanasi 3-oktyabr 2025-yil. Yangi joyga ko'chgan juftlik ko'l atrofida sirli hodisalarga duch keladi. Hikoya real afsonalarga asoslangan. Klassik ko'l bo'yidagi dahshat uslubi Halloween uchun ayni muddao. Demak, bu yilgi Halloween oson o'tmaydi. Birinchi bosqichda sizga eng zo'r horror filmlarni tavsiya qildik. Endi esa kutilayotgan filmlar bilan kayfiyatni yanada oshirdik. Bizning sahifamiz bu kino yangiliklari va eng qiziqarli tavsiyalar manbaidir. Shuning uchun obuna bo'ling, like bosing va bizni kuzatib boring. Va keyingi dasturlarga ko'rishguncha xayr.